Uchgan kafillar nima qilsa bo'ladi? Birak kafillari. Bu videomiz klientlarga va kafil olib kiruvchi akalarga life hack. Kafil olib kiruvchi akalar o'z menimcha bu narsani ko'pchiligi bilsa kerak. Ya'ni deylik 60 ga 120 kafil birak uchib ketgan logistikada. Nima qilinadi? Shu maslahat 60 ga 110 yoki 60 ga 1 qilib sotsanglar bo'ladi. Xohlasanglar arzonroq qilib, xohlasanglar o'zini narxiga. Endi masalan Waterjetda akkuratni uchirmasdan kesgandan keyin u tovarni vid bo'ladi, uni xotirjam sotsanglar bo'ladi. O'zini narxiga sotasizlar, uni endi bitta o'zingizlar matematikaga chiqasizlar. Xuddi shu narsa klientlarga. Uchgan kafillarni arzondan sotib olib, ya'ni deylik 16 dollarlik kafilni 8 dollardan yarim narxiga yoki endi kelishasizlar 10 dollardan sotib olib turib, Waterjetga olib borib 60 ga 1 lik qilib kestirib, cho'tki qilib tersa bo'ladi. Mana shunaqa masala kerak. Videoni kafilchilarga jo'natib qo'yamiz. Kafil sotuvchilariga, kafil ustalariga yoki mana shu qurilishda yuradigan prorablarga jo'natib qo'ysanglar ancha manfaatli bo'ladi akalar. Sog' bo'lasizlar. Mana shunaqa ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, podpiskaga bosib qo'yinglar. Baribir kerak bo'lib qoladi.